Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Darknews Edit. Bu videoda bugun biz Roblox o'ynaymiz. Shunchaki ko'p videolarda faqat Minecraft o'ynaymiz. Do'stlar, bu videoda qanaqa o'yin o'ynashimga sizlar savet beringlar. Do'stlar, lekin sizlarda bitta iltimos. Mana nikim Styopa Pachaqchapasiga 07819. O'sha mana shu akkauntga Blox Fruits'da X2 opatda tashinglar. Do'stlar, mana shu videoda harakat qilaman. Ko'p so'kinishga harakat qilmayman. Shunchaki menga ikkita strike berdi. Do'stlar, kim bilmagan bo'lsa, strike degani u ogohlantirish. Ikkita strike berishdi oldingi videomda. Kecha chiqdi. Do'stlar, bu videoda biz bugun do'stlar menga savet beringlar. Bilmayman rostdan kasbimni. Mayli do'stlar, har doimgidek Minecraftdan boshlaymiz. To'xtab turinglar. Hozir 1 sekund. Hammaga yana assalomu alaykum do'stlar. Biz endi Minecraftdamiz. Do'stlar, bilasizlar nikimni. Shunchaki ko'p so'kinishga harakat qilmayman. Shunchaki oldingi videom yaxshi ketdi. Bir kunda 9 ta do'stlar, shunchaki 9 ta prosmotrda yig'ildi bir kunda. Do'stlar, kim bilmagan bo'lsa, Artifaktda kim bilmasa, bu zo'r youtuber har xil modlarni qiladi. O'zini moda chiqdi. Mods Avarita deganda Bedrockga kimda faqat telefonda. O'shanda do'stlar, o'shanda yomon zo'rda. Qaranglar do'stlar, o'zini почти вообще ola olmaysizlar. Shunchaki sizlarga kerak bo'ladi anaqada kreativdan olish kerak bo'ladi. Shunchaki yana instrumentlari sizlarni yomon zo'r qiladi do'stlar. Mana shu hamma branyasini equip qilib olinglar. Ishoninglar, почти oldingi endi kill degan kill hammalarning bor-ku. O'shani kill endi qo'shilganda 1000 ta uron nanos qiladi. Lekin qilichi mana shu mod artefaktda 250 uron beradi. U shunchaki 4 ta udar kerak-da, xuddi oldingidagi kill hammalarni o'ldirish komandasida. Do'stlar, shunchaki kirgandan sizlarga ko'rsataman. Boshlamay qoldi. Hozir to'xtataman. Assalomu alaykum. Yana bir marta assalomu alaykum do'stlar. Hammaga assalomu alaykum. Kim tanimagan bo'lsa, bu men Darki. Mana ishlayapman sholi. Mana do'stlar, mana shunaqa bo'ladi-da. Mana Sword the Cosmos bo'ladi. Astrata 5 bilan 200 o'zi 250. Do'stlar, men eng yoqtirgan modimni o'tkazdim. Mana Texnoblade'larni kartinalari, modlar, mebel, shunchaki buni YT paraboy bilan qilgandik. Do'stlar, faqat YT paraboyga yetmaydi, lekin qaranglar, shu yerda shunaqada emas dekor. Bu yerda men qildim. Men bitta ovqatlar, men bitta Zachron zoltoy yabloklar, men bitta setlar. Kim tushunmagan bo'lsa, hozir ko'rsatib beraman. Mana ichida mana shu narsalarda. Do'stlar, sizlarga obzor qilaman o'zimizni uyimizga. Do'stlar, o'zi qanaqa voy inasini imsin. Voy do'stlar, uzr.
so'kinishga o'rganib qoldim-da. Mana bu yerda plyaj. Mana plyajimiz zo'r deylar. Mana bu yerdan o'xshaydi bizani uyimiz. Katta 2 etajli. Ichidagi o'zi mana bu tomdagi narsalar bo'ladi-yu. O'shda kartoshkalarni xranit qilgan buvilar meni tushunadi. Buvijonlar, katta odamlar, xotinlar tushunardi. Mana kuboklarim bor. Do'stlar, biz Ender Drakonni o'ldirgandik. Stol zacharovaniyani qildik. Mayak qildik. Kubok qildik. Lekin yomon qiyin edi qilish. Mana shunga 3 ta stak zolota kerak ekan. Gandon, bled. Uzr do'stlar. Do'stlar, mana shu cherdakimiz, lekin qorong'ida zo'r chiqadi. Mana bu yerda svetni o'chirsanglar yomon zo'r chiqadi. Mana bu yerda bitta ito fakel qo'ydi. Do'stlar, kim bilmasa, do'stlar, meni oldingi videolarimda aytgandim, nima ismi? Yeta parabol. Lekin bu videoda men sizlarga spoiler qilib beraman. Do'stlar, uni Yeta paraboy ismi Omadjon, mening ismim o'zi Darking. Lekin do'stlar, 100 ta videoga do'stlar, men ismimni spalить qilaman. Ismim bilan post qo'yishim mumkin, yuzim bilan post qo'yishim mumkin-da do'stlar. Shunchaki tushunasizlar deyman. Do'stlar, mana obzor qilib berdim. Mana 1-2, 3 etaj mana bu yerda. 1-etajni Yeta paraboy qilib berdi. Omajonda, men bu lesnitsani u qildi. Lekin men bu hammani, yana men bularni hammasini men bu bilan o'zim qildim. Tomini ham o'zim qildim. Mana shu gandonni, ganduras. Men bu yerda mollarni farmilkani qilmoqchi edim qilichimda. Shunchaki opitni farm qilaman-da. Nimadir sinsa-da agar. Do'stlar, ozgina lagat qiladi-da. Ozgina modlar qo'shib qo'ydim. Mod avarita, mana shu modda. Lekin mana shu yomon zo'r-da do'stlar. Mana shunaqa bufflarni beradi. To'yka nimada? Xuddi Черепаша mosh bor-ku. O'sha bilan ichvoringlar, ishoninglar, sizni kill AA bilan ham o'ldirib bo'lmaydi. Yomon zo'r mana shu bronyaga. Yana zachirovat qilinglar, voy, hech kim o'ldira olmaydi. Mana shunaqa. Do'stlar, men bu yerda o'tirsa ham bo'ladi. Oyoqni cho'zib olib, zagar qilib. Men bu yerda ham o'tirsa bo'ladi. Shunchaki zo'r-a. Do'stlar, o'zi topolmagandim. Do'stlar, men bu narsani hozir bosayotgan narsamni anaqa plyusikdagi o'sha anaqa kerak-da. Shunchaki sizlarga ko'rsatib beraman. Tворческий. Mana bunaqada shinmayo-da, men ta'rimda mana shunaqa bir o'tiradigan narsa bu. Zo'rligini aytaylar. Bunaqa modlar, mana shu mod. Nimada yana bitta mod bor. Do'stlar, bitta videoda men ko'rsatib berdim qanaqa qilib modlarni o'tkazishni. Bitta modda shunchaki rosa ko'p narsalar, tualet, 750 ta blok qo'shadi. Точность emas, lekin ko'proq mana artefakt modada bunaqa Infinity Helmet, Infinity Breastplate, Infinity Pants, Infinity Boots, yana qilich, Sword of the Cosmos,
Kopyollarni hech narsa qilmaydi. Faqat mana bunaqa narsalarni qo'shadi. Do'stlar, sizlarga ko'rsatib beraman. Sizlar uchun faqat. Uyimizda emas, uzoqqa ketaman. Shunchaki bizning uyimizni ham portlatib yuborishi mumkin 1 sekundda. Bo'ldi, загружаться qilay Zaynab. Qaranglar. Lekin sizlarga bitta savyetda, sizlarda kuchli emas kompyuter bo'lsa, mana shuni o'tkazsanglar, keyin mana shuni spam qilib tashlasanglar, 3 tami, 2 tami qo'ysangiz bo'ldi, o'ldi sizning kompyuteringiz. Особенно maktabda bo'lsa. Do'stlar, hammalar o'ldi. Hozir bitta lak bo'lib qoladi. Hoppa. Do'stlar, bitta modda o'tkaza olmasdim-da, bitta telefonimga-da. Shunchaki ko'proq TNT qo'shardi do'stlar. Kim biladigan bo'lsa, voy. Kim biladigan bo'lsa, Zaynab qildi, endi lagat qilyapti. Shunchaki do'stlar, mana obzor qildim. Do'stlar, lekin men o'zim shunchaki cheatsiz o'tmoqchi edim, lekin o'rtog'im mod qo'ygin deydi. Keyin qo'ydim. Unda cheatlarni yo'qotdim, u yetadi. Prosta shunchaki kun qorish kerak-da, qorong'ida. Hech balo ko'rinmasa. Mana shu gandon, uzr do'stlar, so'kinishimga mana shu gandon mana shu narsalarni olib, menga ko'rsatmasdan, mana shu gandon, obsidian, ognivo, mana shu gandon yana qaranglar. Gandon, Men endi portalga kirdim. O'shda bastionni ko'rdim. U meni burnimni tegdi, bunaqa ketyapti. Men bu yerda qarab turibman-da, bunaqa uchib boryapti. Dedi. O'ylamay. Men shunchaki keyin negadir shunchaki stranniy bo'ldi-da. Qaranglar, tez buzatdi-da, shunchaki bloklarni. Uni qo'lida faqat qo'li edi. Lekin keyin zeleniy videosini qiluvdim. Keyin o'shanda men bazada o'tiraman dedim. Shunchaki keyin orqasidan ketdim portalga-da. Birinchi stranность. 1 sekundda kirdi-da. Shunchaki oddiy igrok выживаниеda 1 sekundda emas, 3-4 sekundda, maksimum 5 sekundda kiradi. Do'stlar. Ikkinchisi tez yuradi. Bunaqa do'stlar, mana bunaqa yuradi-da. Скорости yo'q edi. Lekin o'zi bunaqa yurish kerak. Lekin mana bunaqa yuradi. Ikkinchisi, hali uchinchisini ham ko'rsatmadim. Hammalarga assalomu alaykum. Mana shunaqa deyapti. Ta'mincha shunchaki do'stlar, men unaqa cheater emas edim. Keyin uni proучить qilish uchun men сохранение inventarni o'chirib qo'ydim. Keyin shunchaki anaqa elitrada bo'lgan, seni screen qo'yib dedim. Lekin o'ldirib hamma narsasini men deb o'yladim, hamma narsa железка bo'ladi deb o'yladim-da. Lekin do'stlar, mana shu uzr lekin so'kinishimga, lekin mana shu gandon ichida mana shunaqa narsalar bor ekan, ichida stak olmoslar, ichida izumrudlar, tillalar, mana shu gandurasda paporlar zo'r ekan. Lekin menga aytibdi-da, xuddi dedim, men unga berib tur, ozgina железо berib tur, men qaytarib beraman deydi. Lekin haligacha qaytarib bermagan mana shu ganduras. Men bu yerda spawn qildik. U ana yerda uy qurdik. Do'stlar, shunchaki o'rtam cheatli qilgani uchun 14 kunda biz уже Minecraftda o'tdik. Drakonni o'ldirdik. Mana shu gandurasda kreativ yo'qoldi-da. Menga ham kreativ o'tilibdi. Bilmabdi-da. Keyin men unga o'chirib qo'yib, keyin men kill AE degan komandani bilaman. Kim bilmagan bo'lsa, u o'ldirish hamma sushlislarni
Shunchaki do'stlar o'ldirdim. Hammaliga xayr do'stlar. Kimga yoqqan bo'lsa, hammaliga xayr.